rejalariga binoan Amerikan farasi, hozir как раз ko'rsataman, bu qo'yilgan o'sha krosslar, ishgan hamma narsa zo'r, lekin yolchin krosslar. Shu holda hozir buni sizlar bilan birgalikda to'g'rilaymiz. Bir taraf zo'r, ikkinchi taraf yaxshi emas. Video foydali bo'lishi uchun kommentariyada nimalar yozib qoldiringlar va keyingi videolarda to'liq videolar qilamiz. Yana har xil mashinalarga mana navbat Amerikan faraga hozir eng ommabop bo'layotgan ishlardan. Tak, birinchi o'chakda men yechib olaman. Qanot qo'yganini ko'raman. Tak, mana sizlarga aytgan narsam krosslar to'qol joyga tushgan, lekin tushmagan. Endi nima qilamiz? Kulib olmasanglar bo'ldi. Shu darajada oson narsaki, ko'pchilik bilmaydi. Hamma narsa krosslar nurini. Tak, yechamiz, ulatda. Ahmat bilan ichiga. Va hozir to'g'rilaymiz. To'g'rilash uchun bizga tak, chiqaramiz. Qaraylik. Birinchi o'chakda olib qo'yamiz hamma. Chiqarish kerak. Nima sababdan unaqa bo'lganini ko'rishimiz uchun. So'qi. Endi qaraylik. Qo'yib qo'yamiz, krosslar tushmayapti. Mana. Tushdi deb o'ylayapmiz shu yerda. Lekin tushmagan. Ko'rdinglar? Mana joyini tushmagan. Endi nima qilamiz? Tekis holatida qo'yamiz. Qo'yamiz. Iloji boricha video uzmasligiga harakat qilaman. Mana tushdi. Eng kulgili joyda okeylar, mana shu joy. Oddiy ambar olamiz. Mana. Tak, yana ko'ramiz. Ahmad beramiz, qaraylik, kirdi ichkariga. Yana azimcha. Kamera. Beramiz. Ahmad beramiz, simi pastda bo'lishi kerak. Va yoqamiz. Bismillah. O'zgarish qancha darajada okalar? Mashina to'g'ri qo'yishni o'rganinglar, iltimos. Sizlar uchun iloji boricha video qolmay qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Qaysi usta ukalarimiz uchun juda katta manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Biz bu ishlarni bilishning o'ziga 150 ming, danliga alohida 150 ming qo'yamiz. Общий фара установкасы bizda 650 ming so'm bo'ladi. Faqat fara qo'yilgan bo'lsa, o'zini uстановкасы bo'ladigan bo'lsa, bizda bilishning o'zi 150 ming so'm, danli bilan bo'ladigan bo'lsa 300 ming so'm bo'ladi. O'shani zo'r fiksatsiya chiqarib beramiz. Bizning narx shunaqa. Xohlasanglar mana qolgan narxlarga qaranglar, sizlar uchun video obzor qilib o'tdim akalar. Qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Xudo xolasa, sizlarning talabinglarga binoan yana videolar chiqaramiz. Nima deysizlar? Chiqaringlar, chiqarmanglar. Обязательно kommentarlarni o'qiyman va chorshanba kunga yaqin bitta video obzor qilamiz. Bir mazah kommentarni o'qib mazah qilamiz akalar. Nastroykadan keyingi holati mana shu holatda chiqadi. Liniyalar ham krosslar zo'r chiqadi. Hammaga yoqadigan bo'ladi. Krosslar ham ровный polasa keladi, faqat tepaga ketib qoladi bu tarafda. Mana ham ikkita tizuv bo'lib qoladi. Bunga qaramanglar. 10 taraf chizig'i to'g'ri kelsa bo'ldi. 20 metrda tizuv to'g'ri kelishi kerak. Shunga juda katta ahamiyat beradi.